Issiq ob-havo sharoitida xodimlar o'z vazifalarini bajarishni rad qilish huquqiga egami? Xo'sh, ushbu tartib kimlarga taalluqli va qanday holatlarda amalga oshiriladi? Ushbu savollar bilan mutaxassisni savolga tutdik. Amaldagi sanitariya qoida va me'yorlariga asosan xodimlar uchun ishlab chiqarish xonalari va ochiq hududlarda mikroiqlimning belgilangan me'yorlari ko'rsatib o'tilgan. Xususan ishlab chiqarish xonalarida o'sha yilning issiq davrida havoning harorati 21-27 gradus va namligi 40-60 gradus bo'lishi bu optimal mehnat sharoiti hisoblanadi. Bundan tashqari ochiq hududlarda o'sha yilning issiq davrida havoning harorati 36 gradus va undan yuqori bo'lishi xodimlar uchun xavfli mehnat sharoitlari hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, ish beruvchilarga bir qator tavsiyalarni berib o'tishimiz mumkin. Xususan ochiq hududlarda ishlaydigan xodimlar uchun quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushmaydigan salqin joylarda dam olish joylarini tashkil qilish, ularga doimiy ravishda toza ichimlik suvini yetkazib berish hamda shaxsiy va boshqa maxsus himoya vositalari bilan ta'minlash ish beruvchilarga demak tavsiya etiladi. Bunday holatlarda ish beruvchilar Mehnat kodeksining 358-moddasiga asosan agar xodim o'zini sog'lig'iga yoki hayotiga xavf tug'dirganligini his qilsa, o'zini bevosita rahbarini ogohlantirib, mazkur jarayonda o'z mehnat vazifalarini bajarishni rad qilish huquqiga ega. Bunaqa holatda o'sha xodimda o'rtacha oylik ish haqi saqlanib qolinadi. Yana xuddi shunday mazkur kodeks 356-moddasida zararli yoki xavfli mehnat sharoitida xodim o'zini mehnat vazifasini bajarishni rad qilsa, demak, xodimga nisbatan bunday holatlarda intizomiy jazo chorasini ko'rish qonunchilik bilan taqiqlanadi. Ushbu holatda xodimda demak shu ishlagan davrida shu davrgacha olib kelgan oyliklari saqlanib qolishi lozim. Agar bunday holatlarda oylik ish haqini saqlab qolmaymiz deb turib oyligidan kesish holatlari yoki ishdan bo'shatish holatlari bo'lsa-chi? Albatta, bunaqa holatlarda ish beruvchi tomonidan o'sha oyligini qonunga xilof ravishda ushlab qolsa yoki bo'lmasa qonunga zid ravishda ishdan bo'shatish holatlari yuz bersa, xodim bevosita bizni Davlat mehnat inspeksiyamiz hududiy inspeksiyalar bor yoki bevosita vazirlik Davlat mehnat inspeksiyasiga belgilangan tartibda murojaat qilsa, ish beruvchilarga nisbatan ushbu holatlarda ma'muriy javobgarlik choralarini ko'rib chiqiladi.